everyone. Bugun sizlar bilan 9-mavzuyimizga yetib keldik. Ya'ni bizning 9-mavzuyimiz present continuous. Ya'ni hozirgi davomiy zamon. Hop, present continuous biza bu zamonni asosan hozir, ya'ni ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatni tasvirlash uchun ishlatamiz. Hop, buni darak shaklini ko'rib chiqadigan bo'lsak, subject plus am is are plus verb plus ing plus object. Subject bizda ega degani, am is are ya'ni to be. Buni o'tgan darslarimizda o'tganmiz. Biza verbga ing qo'shib qo'yar ekanmiz asosan. Va object ya'ni to'ldiruvchi, gapni qolgan qismi. Hozir example'da yaxshiroq tushunib olasizlar. I am reading a new book now. Ya'ni man hozir yangi bir kitob o'qiyapman. Ya'ni bu yerda I ga am almost ishlatganman. Ya'ni keyin verbga ing qo'shganman va shu orqali present continuous darak shaklini yasadim. Keyingi gapimiz. She is listening to music right now. Ya'ni u ayni damda musiqa eshityapti. Bu yerga ham she olmosh uchun isni oldim va verbga ing qo'shib qo'ydim. Keyingisi. They are playing a computer game. Ya'ni ular kompyuter o'yini o'ynashyapti. Bu yerga ham they ga are olmoshni olganman va ing ni qo'shganman verbga. Keyingisi. I am buying Fanta from the local market. Ya'ni men mahalliy do'kondan Fanta sotib olyapman. Bu yerga ham I ga am almashtirganman. Asosan buy ya'ni sotib olmoq verbga ing qo'shib olganman. Bunaqa qiyin joyi yo'q. It is raining right now. So I'm going to take an umbrella. Ya'ni ayni damda yomg'ir yog'yapti. Shuning uchun men soyabon olmoqchiman. Inkor shaklini ko'radigan bo'lsak, subjectga am is are qo'shib qo'yamiz. Anaqa o'sha shaxslarga qarab am is are qo'shamiz va o'shandan keyin notni qo'shsak darak shakli bo'lib ketadi. Bu yerda ham verb ing bo'ladi va object, ya'ni gapni qolgan qismi. I am not reading a new book. Ya'ni men yangi kitob o'qimayapman. Ko'rgan bo'lsanglar, hech narsa o'zgarmagan. Xuddi boyagi gap, lekin biz notni qo'shib qo'yganmiz. Ya'ni darak inkorga aylantirib oladi shunda. Keyingisi. She is not listening to music right now. U hozir musiqa eshitmayapti. Bu yerda ham notni qo'shganmiz. Ya'ni unaqa o'zgaradigan joyi yo'q. Faqatgina o'sha to be ga notni qo'shamiz. They are not playing a computer game. Ya'ni ular kompyuter o'yini o'ynashmayapti. I'm not buying Fanta from the local market. Ya'ni men mahalliy do'kondan Fanta sotib olmayapman. It is not raining right now. Ayni damda yomg'ir yog'mayapti. So I'm going to take an umbrella. Ayni damda yomg'ir yog'mayapti. Shuning uchun men soyabon olmayman. So'roq shaklimiz. Ya'ni bizda subjectdan oldinga chiqadi, ya'ni to be. Keyin verb ing yana object. Oxirgi qismi o'zgarmasdan qolar ekan. Bunda ko'rgan bo'lsanglar, I olmoshi bizda subject, ya'ni am bizda to be. Ya'ni subjectdan oldinga chiqib ketgan ko'rgan bo'lsanglar, so'roq shaklida. Am I reading a new book now?
Men hozir yangi kitob o'qiyapmanmi. Is she listening to music right now? U ayni paytda musiqa eshityaptimi? Are they playing a computer game? Ular ayni paytda kompyuter o'yini o'ynashyaptimi? Am I buying Fanta from the local market? Ya'ni men mahalliy do'kondan Fanta sotib olyapmanmi? Is it raining right now? Ayni paytda yomg'ir yog'yaptimi? So, endi bu yog'i xatolik ketib qolibdi, deyapti. Bu yog'i shart emas. Ya'ni gapga mos tushmay qolgan. Keyin istisno holatini ko'radigan bo'lsak. Istisno holatida bizni agar verb bizda tugasa va u o'rtasida unli harf qolib ketsa, biz uni ikkilantiramiz. Ya'ni xuddi bir xil yana o'shanaqa yozib olishimiz kerak. Misol uchun, hozir misolda tushuntirganimda tushunib olasizlar. Misol uchun run. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkita undosh harf o'rtasida bitta unli turibdi. Ya'ni bizda you unli. Ya'ni o'tgan darslarimizda o'rganganmiz buni. Endi biz bunaqa vaziyatda ing qo'shayotganimizda, ya'ni xuddi o'sha harfni yozamiz, keyin ing qo'shamiz yoniga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, running. Mana running, ya'ni ikkita n bo'lib ketgan. Keyingisi plan, ya'ni rejalashtirmoq. Planning, ya'ni ko'rgan bo'lsanglar, o'rtasida qolib ketgan mana. L bilan N ning o'rtasida A qolib ketgan, ya'ni A bizda unli. Shuning uchun ham bu yerda planning bo'lyapti, ko'ryapmiz. N bizda yana bitta N qo'shilyapti-da, shunda bizda. Keyingisi swim. W bilan M ning orasida I qolib ketgan. Ya'ni biz bunaqa vaziyatda swimming qilamiz. Ikkita M bo'lib ketyapti. Keyingi holatimiz bizda agar verb oxiri bilan tugaydigan bo'lsa, uni o'chirib shunchaki ing qo'shib yuboramiz. Misol uchun write. Oxirgi harf bilan tugaydi, to'g'rimi? Writing bo'lib ketadi. Ya'ni tushyapti, o'rniga ing qo'shib yuboramiz shunchaki. Close oxiri bilan tugayapti, bitta ham closing. Keyingisi type. Type'da ham oxiri bilan tugayapti, typing qilib yuboramiz. Ni o'chirib yuboramiz. Keyin biz qachon ing ishlatmaymiz desanglar, his-tuyg'u gaplarga ing qo'sha olmaymiz. Misol uchun, I'm knowing, men bilyapman deb ayta olmaymiz ingliz tilida. I'm remembering, liking, men yoqtiryapman. I'm loving, bu ham sinonim, ya'ni bu ham yoqtirmoq degani. I'm wanting, men xohlayapman. Ya'ni shunaqa his-tuyg'u gaplarga biz hech qachon ing ni qo'sha olmaymiz. Shuning uchun ham bu yerda ing ishlatmasligimiz kerak. Keyingisi endi har bitta holatlarni ko'rib chiqamiz. Buni osonroq tarzda tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni present continuous ni, ya'ni qanaqa holatlarda ishlata olamiz yana desanglar, hozir ko'ramiz. I'm writing an essay. Men essay yozyapman. He's making a presentation. U prezentatsiya tayyorlayapti. Ya'ni biz ayni vaqtda gapirib turgan paytimizda shu ish harakatni bajaryapmiz. Shuning uchun ham biz present continuous zamonini ishlatyapmiz. Keyingisi, ayni paytda bajarilmayotgan bo'lsa-da, vaqti bilan sodir bo'ladigan ish harakatlarni ifodalasak, present continuousni ishlatamiz. Misol uchun, I'm learning Turkish. Men turk tilini o'rganyapman. Lekin men hozirgi momentda o'rganmayapman turk tilini. O'zi umuman olganda men turk tilini o'rganmayapman. Keyingisi misol, what language do you know? Qaysi tilni bilasiz? I'm also learning English. Men ingliz tilini ham o'rganyapman. Ya'ni hozirgi bu javob berayotgan paytida men ingliz tilini o'rganyapman deyotganda, u hozirgi paytda o'rganmayapti ingliz tilini. Lekin u boshqa vaqtlari ham o'rganayotgan bo'ladi ingliz tilini. Ya'ni umumiy ma'noda hozirgi vaqtda o'rganayotganini aytyapti ingliz tilini.
Keyingisi, hozirgi zamonda ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'layotgan ish-harakatlarni ifodalasin. Ya'ni we are visiting our grandparents next Monday. Ya'ni biza keyingi dushanba bobo va buvimizni ko'rgani boryapmiz. Ya'ni aniq vaqt bor-da bu yerda. Next month. Ya'ni u rejalashtirilgan. Keyingisi, I'm working on my project this evening. Ya'ni bu oqshom men loyiham ustida ishlayapman. Ya'ni bunda ham aniq vaqt bor. Keyingi, hozirgi paytdagi o'zgarishlarni ifodalasak, tasvirlasak deganim. Misol uchun, it is getting colder. Ya'ni havo sovib boryapti. Bu ham ayni paytda sodir bo'lyapti, to'g'rimi? Shuning uchun ham present continuous ishlatilgan bu yerda. It is getting hotter. Ya'ni havo isib boryapti. Bu yerda ham present continuous ishlatishimiz kerak. Keyingisi, the price of the gas is increasing these days. Ya'ni shu kunlarda gazning narxi oshyapti. Ya'ni bu ham ayni hozir bo'lmayapti, lekin mana shu kunlarda bu narxi oshib boryapti, to'g'rimi, gazni? Shuning uchun ham present continuous ishlatishimiz kerak. Keyingisi, annoying habits, ya'ni shikoyat qiluvchi odatlarni aytganimizda. Misol uchun, rasmni ko'rsanglar, bu odam kalitini yo'qotib qo'ygan va o'ziga o'zi aytyapti. I'm always losing my keys. Ya'ni men har doim kalitlarimni yo'qotyapman. Ya'ni o'ziga o'zi shikoyat qilyapti. Ya'ni bu holatda biza present continuousni ishlatishimiz kerak. Keyingisi, he's often whistling in public places. U tez-tez jamoat joylarida hushtak chalyapti. Ya'ni bu yerda ham qanaqadir shikoyat ma'nosida deyapti-da. O'shaning uchun biz bu yerda present continuousni ishlatganmiz. Va oxirgisi bizda tashqi qiyofa, ya'ni kiyimlarimizni tasvirlayotganda ham biz present continuousni ishlatamiz. Misol uchun, he's wearing red sneakers. Ya'ni u qizil krossovka kiyib olgan. Biz uni kiyimini tasvirlaymiz. Shuning uchun ham bu yerda present continuous ishlatishimiz kerak. Nega bu yerda article kelmadi desanglar, sneakers s, ya'ni o'zi oyoq kiyimda doim ko'plikda bo'ladi, chunki ular juft bo'lgani uchun ham doim ko'plikda. Shuning uchun bu yerda article ishlatishimiz kerak emas. I'm wearing a green t-shirt. Xatolik etib qolibdi, bu yerda shirt bo'lishi kerak. Ya'ni men yashil futbolka kiyib olganman. Bu yerda ham tashqi ko'rinishimizni tasvirlaymiz. Ya'ni shu holatda ham bizga present continuous kerak bo'ladi. Va oxirgisi bizda keywordslar. Ya'ni mana shu so'zlar kelganda ko'pincha bilib olsanglar bo'ladi. Demak, bu zamon present continuous. Now, hozir, right now, ayni paytda, at the moment, ya'ni hozirgi paytda, currently, hozirda, these days, shu kunlarda, today, bugun, this week, shu hafta, this month, shu oy, at present, hozirgi vaqtda, nowadays, hozirgi kunda. Xo'p, azizlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. O'ylayman dars sizga yoqdi deb degan umiddaman. Darsimizni tugatishdan oldin aytgan bo'lardim. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, bizni qo'llab yuborsangiz, bundan albatta mamnun bo'lgan bo'lardim. Xo'p, keyingi darsimiz ya'ni adverbsni o'rganamiz. Ya'ni ravish. Bunday bo'lsa darsimizni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Goodbye.